ichida 100 ta obunachim ham bor. Bu qamoqxona 100 ta o'yinchilar uchun. Tashqari tomondan qaraganda qochib ketish juda ham oson ko'rinadi, lekin ichkari tomondan barchasi toshdan yasalgan. Ko'rib turganingizdek, meni tomoshabinlarim anchagina aqlli. Jin ursin, meni hali boshlamagan edim. Mayli, qamoqxonamizda o'yinchilardan 99 ta qoldi. Qani bo'lmasam boshlaymiz. Grox havoda turgan verstakning ustida muallaq turibdi, lekin to'rt tomoni vulqon bilan qoplangan. Uning ortida esa toshlik devor bor. Boshqalar devorga qarab turgan bir paytda Grox tepada turgan apparatlarga ko'zi tushdi, lekin ular koridorning narigi tomonida edi. Koridor tomonga qarab turganda eshikka ko'zi tushdi, lekin u eshik juda ham uzoqda edi. Qamoqxonadagi boshqa o'yinchilar ham xuddi shu vaziyatga tushgan. Xullas, ular nima qilish kerakligini o'ylay boshladi. Grox F5 ni ishga soldi. Verstakning tagida biron buyum yo'qmikin deb. Lekin verstakning ichida hech qanday buyum yo'q edi. Xullas, u atrofga nazar soldi, nimaning ustiga sakrasam bo'larkan deb. Lekin atrofi vulqon bilan o'ralgan edi. Grox mening videolarimni diqqat bilan ko'rib chiqqan. Demak, vulqonning ichida nimadir bor. Keyin aql bovar qilmas hodisa ro'y berdi. Yillanat yey. Grox sandiqning ichidan 24 ta temir bloklarni qo'lga kiritdi. Qoyil. Ha, qoyil, topdim. Ular faqatgina temir topishmadi. U yerda yozuv ham bor edi. Tezlashing, ustingizga vulqon yopiriladi. Grox temirlarni qo'lga kiritdi va nima bo'layotganini tushundi. Agar koridor orqali yo'lni topmasangiz, apparatlar ustingizga vulqon to'kadi. Lekin ularda faqatgina 24 ta temir bor edi xolos. Xullas, ular boshqa buyumlarni ham qidira boshladi. Lekin hech narsa topilmadi. Xullas, Grox mana shu temirlar orqali chiqib ketishni tushundi. To'g'ri, buning imkoniyati yo'q, lekin chiqish yo'li bor. U temirlarni olib, ulardan panjara yasashni boshladi. Ko'ryapsizlarmi? 6 ta temir bilan 16 ta blok yasasa bo'ladi. Aynan bu yerdan chiqish uchun yetadi. Bu yagona yo'l edi. Bilaman, meni obunachilarim meni tushunadi, chunki u juda ham aqlli. U temir bloklar yasaganmi? Mana bu boshqa gap. U 6 ta blok yasabdi. Xush, menda 24 ta temir bor. Buncha temir zirhli kiyim yasashga yetadi-ku. Xush, endi nima qilamiz? Menimcha senda bloklar qolmadi, to'g'rimi? Nima uchun sen temirlardan foydalanmading? Qaysi temirdan? Yaxshiyamki qolgan o'yinchilar nima qilish kerakligini tushirib olishdi. Ular panjaralar yasab harakat qilishyapti. U yarim yo'lga yetganda bir narsaga ko'zi tushdi. Tepadan vulqon tushayotgan edi. Ular tezlasha boshladi, lekin ba'zi o'yinchilar buni ko'tara bilmadi. Bu yana nima balo? Yangi ruxsat. Bo'ldi, nima bo'lsa. Jin ursin, ulgurmasam kerak. Yillanat yey, men buni uddaladim. Grox birinchi xonaga yetib keldi, lekin u birinchi o'yinchi emas edi. O'yinchilarning ko'pi birinchi xonaga kirib olishdi. Hozircha 99 ta o'yinchidan 82 ta qoldi. Hozircha o'yinchilar xavfsiz joyda, lekin Grox xonani o'rgana boshladi. Bu koridor juda ham tor, lekin uning ichida hech nima yo'q edi. Xullas, u atrofga nazar soldi, lekin koridorda hech nima ko'rinmadi. Xullas, bir necha soniyalardan so'ng u sakrashga qaror qildi. Lekin Grox tushgan xonada ham hech nima yo'q edi. Faqatgina poldagi ikkita teshikdan boshqa. Birinchisining ichida vulqon bor, uning ichiga tusha olmaydi. So'ngra ikkinchisining oldiga bordi. Uning ham ichida vulqon bor edi. Demak, bu xonada qiladigan boshqa ish yo'q. Lekin bu xona siz o'ylaganchalik oddiy xona emas. Bunday vaziyatga tushgan faqatgina Grox emas. Boshqa o'yinchilar ham shunday vaziyatga tushib qolishgan. Lekin barcha o'yinchilarning miyasi chalkashib ketdi. Chunki qanday holatda bo'lmagin, nima ish qilmagin, baribir o'ylasan. Lekin bu yerdagi bitta o'yinchidan boshqa, kelinglar men sizlarga uni tanishtiraman. Uning nomi Qurbon. U xonaga kirganiga 5 soniya bo'ldi, lekin ikkita teshikdan biriga sakrashga qaror qildi. Men haligacha tushunmayapman, uni sakrashi uchun nima motivatsiya bergan ekan. Ammo u to'g'ri yo'lni tanlab tirik qoldi. Lekin hamma ham jonini xatarga qo'yishni istamas edi. Qolgan o'yinchilar ham bir qarorga kelib olish kerak. Lekin vaziyat juda ham chigil edi. Eslatib o'taman, bu xonada teshikdan boshqa hech nima yo'q. Bu yerdagi teshiklar esa bir-biriga o'xshash. Lekin ular xonani yaxshilab sinchiklab tekshira boshladi. Grox esa xonani tekshirib chiqa boshladi. Bu yerda yashirin sandiqlar yoki qandaydir buyumlar bormikin deb tekshirib chiqa boshladi. Ba'zi bir o'yinchilar esa Qurbonga o'xshab sakrab tirik qolaman deb o'ylashdi. Lekin omadlari kelmadi. Kimda kim urinib ko'rmasa, demak bu yerda umrbod qolib ketadi. Mayli, men ularga maslahat beraman. Men barcha o'yinchilarga F5 dan foydalanishlarini so'radim. Balki bu ba'zilarga kulgili tuyular, lekin bu eng yaxshi maslahat. Grox men nima haqida gapirayotganimni tushundi. Yo'q xudoyim, men bilaman buni nimaligini. Minecraftda shunday qonun-qoida bor. Agar ko'rish qobiliyatini yetarli darajaga ko'tarsangiz, F5 orqali devordan o'tishingiz mumkin. Men buni Anilan dublyaj uzidan o'rgandim. Boshida Groxga hech narsa ko'rinmadi. Keyin esa belgilardan biriga xavfsiz deb yozilgan ekan. Agar Groxning o'zi qidirganda u narsalarni hayotga topa olmas edi. Lekin xonaning o'ng tomonida xavfsiz degan yozuv bor edi. Keyin unga bir g'oya keldi. So'ngra u xonaning narigi burchagiga borib qarasa, u yerda ham belgi bor ekan. U belgida xavfli deb yozilgan ekan. Grox nima qilishni tushundi. O'ng tomondagi teshik xavfli, chap tomondagi teshik esa xavfsiz.
So'ngra u chap tomondagi teshikka sakradi. Ha, u to'g'ri tanlov qilgan edi. Lekin har bir xonalar har xil edi. Qolganlar qanday yo'l tutishar ekan? Qolganlar ham tushuna boshlabdi. Demak, ikkinchi o'yinning oxiriga kelib, 82 ta o'yinchilardan 67 ta o'yinchi qoldi. Pastga birinchi o'yinchilardan bo'lib qurbon tushgan edi. Belgini birinchilardan bo'lib u ko'rdi. Kichkina sonli har bir eshiklarning afzalligi shundaki, ular sizning ortingizdan yopiladi. So'ngra u xonalarning biriga duch keldi. Xonaning raqami esa 22 ekan. So'ngra u chap tomondagi xonaga duch keldi. Uning raqami 21 edi. So'ngra u juda ham tezlik bilan kichik sonlarni tanlay boshladi. U birinchilardan bo'lib tanlov qildi. U xonaga kirishi bilan ortidan eshik yopildi. Axir belgida shunday yozilgan edi. Polda yana bir teshik bor edi. Uning boshqa iloji yo'q, xullas u suvga sakradi. Boshqa o'yinchilar ham kichik sonli eshiklarni tanlashdi. Barcha o'yinchilar o'z xonalarida, faqatgina Evbodan tashqari. Chunki u oxirgi keldi. Mana endi uzoq yo'l yurish kerak. Unga 67-xona nasib qildi. Xo'sh, demak barcha o'yinchilar o'z xonalarida ekan, birma-bir keyingi xonaga tusha boshlashdi. Grox birinchi xonani tekshirib chiqa boshladi. Qarasa, xonaning o'rtasi ikkiga bo'lingan ekan. O'rtada esa vulqon bor. Lekin eng qizig'i shundaki, xonaning bu tomonidan u tomoniga o'tish uchun 5 ta blok uzoqlikka sakrash kerak edi. Lekin xonaning narigi burchagida qandaydir xona bor edi. Hozircha u xonaga o'tishning iloji yo'q. Keyin u yana bir narsaga ko'zi tushdi. Yuqorida 3 ta bir xil teshik joylashgan edi. Keyin esa u o'ylay boshladi, narigi tomonga qanday qilib o'tib olsam ekan deb. Lekin bir soniya uning xonasiga o'yinchi kelib tushdi. So'ngra esa yana bir o'yinchi kelib tushdi. Har bir xonalarda o'yinchilar birlasha boshlashdi. Bu degani har bir xonada 3 tadan o'yinchi bor. Demak, ular birlashishi kerak. Groxning xonasida esa hali tayinli reja yo'q edi. Kelinglar, sizlarga birinchi xonani ko'rsataman. Ularda reja bor edi. Ular o'z guruhlarini Banan G'aybullo deb nomlashgan edi. Ular ham o'ylashdi 5 ta blok uzoqlikka qanday qilib sakrashni. Lekin Banan G'aybullo guruhida reja bor edi. G'aybullo Jonibek do'stining ortida turdi. G'aybullo sakrashi bilan Jonibek uni itarishi kerak. Jonibek G'aybulloni itardi va ularda o'xshadi. Qoyil. Mana endi G'aybullo bemalol xonani ko'zdan kechirib chiqishi mumkin. Lekin bir yozuvga ko'zi tushdi. Sizlardan faqat 2 kishigina o'ta oladi. So'ngra u yozilgan yozuvni tushuna boshladi. Qolgan guruhlarda esa 2 ta yo'l bor edi. Demak, ulardan bir kishi narigi tomonga o'tish olmaydi. Bitta muammo bor. Jonibek bilan G'aybullo juda ham qalin do'st. Jonibek bilan G'aybullo reja tuza boshlashdi. Ular guruhlardagi 3-o'yinchi, ya'ni Bananni aldashdi. Jonibek G'aybullo tomonga o'tib olsa, Bananni qutqaramiz deb aldashdi. Banan rozi bo'ldi. Jonibek juda ham tezlik bilan narigi tomonga sakradi va Banan bunga yordam berdi. Va ularning rasvo rejasi ish berdi. Jonibek va G'aybullo bu sinovdan o'tib olishdi. Bechora Banan esa narigi tomonda qoldi, chunki unga yordam beradigan guruhdoshi yo'q edi. Keyin esa Banan ularning niyatini tushunib yetdi. U ham narigi tomonga sakramoqchi edi, lekin buni uddala bilmadi. Xo'sh, demak boshqa guruhdagi o'yinchilardan biri cho'chqa va uning do'sti tayyorgarlik ko'ra boshlashdi. 3, 2, 1. Qara bo'la qol. Shoshma, menda bo'ylov o'sib chiqdi. Jarorsa biz o'tala olmasak kerak. Karim degan o'yinchi tanga tashlaymiz dedi. Ulardan qay biri mag'lub bo'lsa, o'sha o'yinchi bu xonada qoladi. Opa! Keyingi guruh esa, ya'ni Groxning guruhi, birinchi Grox narigi tomonga o'tib olishga kelishdi. Grox seni o'lgan buvingning arvohi qo'llasin. Yaxshi. 1, 2. Yo, jin ursin. Uzr, men seni ko'rmabman. O, bo'lanati, bu qaysi biri edi bu? Nima balo bo'ldi hozir? Yo xudoyim, bu yoq qanchadan tushdi? Grox, biz bunaqada kelishmagan edik. Lekin meni bir narsa hayron qoldirdi. Bu yerdagi o'yinchilar bir-biri bilan do'st bo'lishdi. Axir ulardan biri narigi tomonga o'tib olishi kerak edi. Qara 1, 2, 3 bo'la qol. Yaxshi. Hovliqma. O, sizlar uddaladingiz. Rahmat do'stim, bu qilgan yaxshiligingni unutmaymiz. Qani bo'la qol. Belgidagi yozuv esingizdami? Qancha sonlar kam bo'lsa, shuncha o'zingizga yaxshi. Birinchidan, yaxshi o'yinchilarning sonlari kam edi. Shuning uchun guruhlaringizdagi o'yinchilar yaxshi. Lekin Evboga bir nazar soling. Uning sherigi ham, do'sti ham yo'q. U oxiriga kelgani uchun uni o'yindan chiqarib yuborishdi. Mana endi o'yinchilarning soni 41 ta qoldi. Lekin qizig'i shundaki, Grox hali ham o'yinda edi. U pastga tushgandan so'ng yana bir xonaga ko'zi tushdi. U yerda yana bir teshik bor edi. Bu teshik 5-sinovga tushadigan yo'l edi. Lekin xonaning ichida xona bor edi. Uning ichida esa bir bola bor edi. Uning ismi Cho'lpi edi. Yana to'g'rida esa koridor ham bor. Grox koridor orqali Cho'lpi yotgan xonaga bordi. Lekin xonaning o'rtasi oyna bilan to'silgan edi. Yana u yerda yog'ochlik moslamani ko'rdi. U qizil toshga ulangan edi, lekin tushunmadi nima ekanligini. Grox o'yladiki, Cho'lpining yordami tegadi deb. Lekin Cho'lpi ham qafasda edi. Cho'lpi tomonga boradigan yo'l bloklar bilan to'silgan edi. Grox yana boshqa yo'llarni qidira boshladi va qidira tomdagi dozatorga ko'zi tushdi. U sakrab uni olmoqchi edi, lekin qo'li yetmadi. Chunki juda ham baland edi. Grox qanday qilib bo'lmasin yog'ochlik qurilmani bosish kerak edi. Lekin unda g'oya yo'q edi. Grox tushundi, demak qo'lidan hech nima kelmasligini. Shuning uchun uning kallasiga bir ajoyib g'oya keldi. U Cho'lpini o'ldirishga tushdi. U o'yladiki, Cho'lpini o'ldirsa nimadir sodir bo'ladi deb. Lekin ming afsuski hech narsa bo'lmadi. Xullas u orqaga qaytdi va o'zining buyumlariga ko'zi tushdi. Lekin uni ham ola olmas edi, chunki uzoqda edi.
Keyin u o'ylab qoldi, devorning ichidan o'tsa bo'larmikin deb. U yaqinroqdan qaray boshladi, unga kerakli bo'ladigan buyum bormikin deb. U cho'lpi nomli qo'yni o'ldirdi va undan hech nima tushmadi, chunki cho'lpi oddiy qo'y edi. Grox yana orqasiga qaytib buyumlariga nazar soldi. Keyin esa unda ajoyib g'oya uyg'ondi. Keyin u tushundi, uning tajribasi uning ortidan kelayotganini. Agar chap tomonga ketsa, shar chap tomonga ketadi. O'ng tomonga ketsa, shar o'ng tomonga ketadi. To'g'ri, bu unchalik ham muhim emas. Lekin shar siz qay tomonga harakat qilsangiz, u o'sha tomonga harakatlanadi. Lekin bu hali hammasi emas. U yog'ochli qurilmani ishga solib biladi. Mana bosh qotirmaning yechimi. U xonaning old tomoniga bordi va yog'ochli qurilmaning to'g'risiga turib oldi. U boshida bu ish bermaydi deb o'ylagan edi. Keyin esa dozator ishga tushganini tushundi. Keyin u sekinlashtiradigan damlamani ishlatdi. Mana endi Grox damlamani ichib, pastda joylashgan keyingi xonaga tushaversa ham bo'ladi. U va nihoyat pastga tushgandan so'ng u yopiq eshikni ko'rdi. U yerda boshqa hech nima yo'q edi. Mana endi u shunchaki kutish kerak. Grox o'tgan xona qamoqxonadagi eng qiyin xonalardan biri edi. O'yinchilar birin-ketin mag'lub bo'lishdi. Chunki xonadagi cho'lpi nomli qo'yni o'ldirgandan so'ng ularning tajribalari g'oyib bo'ladi. Yoki bo'lmasa mana shunday bo'lishi ham mumkin. Bizga tajriba kerak emas. Tushunmadim, sizlar hozir tajribani olyapsizlarmi? Unda cho'lpini nega o'ldiryapsizlar? Menimcha tajriba mana shu yerga tushishi kerak edi. Xullas sizlarga aytganimdek, bu bosh qotirma juda ham qiyin edi. 45 ta o'yinchidan 20 ta o'yinchi qoldi. Xullas, biz boshqa xonaga o'tishdan oldin men sizlarga bir qiziq voqeani aytib bermoqchiman. Ba'zi birlaringiz bu bellashuvni tomosha qilib, ozgina xafa bo'lishingiz mumkin. Xullas, men yana bir bellashuv o'tkazaman. Uning sovrini $1000 bo'ladi. Demak, qoidalarni tushuntiraman. Xullas, Metal kompaniyasi bilan shartnomam bor. Ko'pchiligingiz bilasiz, Metal bu bepul zaps qiladigan programma. Agar zaps qilayotgan o'yiningiz o'rtadan kesiladigan bo'lsa, uni bitta knopka orqali saqlanib qilishingiz mumkin. Sizlardan bitta iltimos, ko'proq videolar va editlar tayyorlang. Yoki bo'lmasam, mana shu videoning kommentariyasida Civit Game va Anilan Dublyaj.uz deb yozishingiz mumkin. Sizlar 4 ta finalist o'yinchilarni tanlashingiz mumkin. Ularning barchasi $200 dan qo'lga kiritishadi. Bu o'yinda qatnashishingiz mutlaqo bepul, lekin raqiblaringiz ko'p bo'ladi. Oy, Saytnazar, qani eshikni och. Sen menga yordam berishing kerak. Grox, bu yerda nima qilyapsan? Men tovuqni seni boshingga urib o'ldiraman, lekin sen zarar ko'rmasliging kerak. Bu tryuk yanada qiziqarli chiqishi uchun men o'z ko'zlarimni bo'ylab olaman. Yo'q, ko'zlaringni bo'yashing shart emas. Nima bo'ldi? Men xo'rozni o'ldirdimmi? O, qoyil, nishonga uribman-ku. Do'stlar, sizlar bu video ostida kommentariy yozishingiz mumkin va noyabr oxirida yana yangi video chiqadi. Xo'sh, mana endi qamoqdan qochish rejasiga o'tamiz. Xo'sh, demak bizda 45 ta o'yinchidan 20 ta qoldi. Mana endi o'yin qizg'in pallaga keldi. 20 ta qolib ketgan o'yinchilar barchalari pistirmaga tushdi. Ularni nazarativiy bloklar o'rab olgan edi. Lekin bir voqea sodir bo'ldi. Birdaniga eshik ochildi. O'yinchilardan biri bemalol o'z xonasidan chiqib oldi. U ne ko'z bilan ko'rsinki, bu yerda fitfilyonta xona bor ekan. U koridor oralab yurib, ikkita yo'lga ko'zi tushdi. Yo'lakning biri nazarativiy blok bilan to'sib qo'yilgan edi. Boshqasida esa to'sqiyoq edi. Shuning uchun to'sqiyoq yo'lakni tekshirishga kirishdi. U qandaydir xonaga tushish yo'lagini topdi. U o'ylab o'tirmasdan pastga sakradi. Qandaydir g'alati xonaga tushib qoldi. Chap tomonida yozuv yozilgan belgi bor edi. Qizil knopkani ol degan. O'ng tomonida esa ko'k knopkani ol degan yozuv bor edi. Qolaversa to'g'ridagi belgilarda ham shunday yozuv bor edi. Orqasida esa yozuvlik dozator bor edi. Unda shunday yozilgan: olmos xavfsiz, yerda esa o'lasan. Mana endi ozgina qo'rqinchli, chunki uning qo'lida yer bor edi. Eng qizig'i shundaki, u nazarativiy blokning ustida turgan edi. Xullas, unga nima kerak bo'lishini o'ylab o'tirgan bir paytda bir hodisa ro'y berdi. Uning to'g'risida bir o'yinchi paydo bo'ldi. Bu o'yinchida ham xuddi shunday eshiklar ochildi. Xullas, u koridorning oxiriga borganda, unda o'ng tomon yopiq, lekin chap tomoni ochiq edi. Ular hali hech nimani tushunmaydi, lekin ular bir-biriga qarshi o'yin o'ynashlari kerak. Lekin ulardan bittasigina g'olib bo'ladi. Xullas, o'yinchilardan biriga buyum beriladi va u sherigiga qarata savol beradi. Uni nimaligini bilish kerak va raqibi undan foydalansa bo'ladimi yoki yo'qmi? Agar sizning qo'lingizda olmos bo'lsa, keyingi xonaga o'tishingiz mumkin. Agar qo'lingizda yer bo'lsa, siz qamoqxonada o'lasiz. Xo'sh, sandiqda nima bor? Nega senga buni aytishim kerak? Ay, ahmoqlik qilma. Men ahmoqlik qilmayapman, shunchaki senga aytmayman. Demak, To'lqin o'ylayaptiki, u zavqidan shubhalanyapti. Shuning uchun u buyumni o'ziga qoldirishga qaror qildi. Chunki uning qo'lida yer bor edi va u halok bo'ldi. U hattoki o'ylashga ham ulgurmadi va ikkinchi raund boshlandi. Ikkinchi marotaba ham uning qo'lida yer bor edi. Mana endi u sherigini ko'ndirish kerak, bo'lmasam u o'ladi. Xo'sh, u yerda nima bor? Yer bor. Yo'q, ha, bu yer. Bo'lmasam men uni o'g'irlayman. Ana uni menga ber. Naddining noto'g'ri tanlovi uning o'limiga olib keldi. Mana endi 3-raund boshlandi. Mana endi To'lqinda 2 ochko bor, lekin bu safar uning buyumi yer emas edi. Uning buyumi olmos edi. Mana endi u raqibini ko'ndirish kerak, u olmosni olmasligi uchun. Agar sherigi olmosni olmasa, keyingi darajaga o'tishi mumkin. Xo'sh, bu yermi? Ha, shunday. Mayli, men senga ishonaman, shuning uchun u menga kerak emas.
O, to'lqinning omadi keldi shekilli. Uning raqibi buyumni olmadi. U jarlikka quladi va suvning ustiga tushdi. Mana endi unda olmos bor. Mana endi boshqa xonalarni ko'zdan kechirsa ham bo'ladi. U birinchilardan bo'lib bu darajadan o'tdi. U zinadan yuqoriga ko'tarilib, yana shunday xonalarga ko'zi tushdi. U tezda yugurib birinchi xonani tanladi. Faqatgina 10 ta ishtirokchi bu bosh qotirmadan o'tishi mumkin va u birinchilardan bo'lib o'ziga joy tanladi. Mana bir necha soatlardan so'ng Grox ham yetib keldi. Groxning dispenseri orasida hech qanday buyumlar yo'q edi. Xullas u raqibi